Mahmud Qashqari Türk tillar divanida buningdan 1000 yil ilgari xalqimizning kiyim-kechaklarga dazmol silib kiydiganligi haqida ma'lumotlar bergan. Bu bizda kiyim-kechak madaniyatining naqadar cho'nqur manbalik ekanligini, minglarcha yil ilgarilar furilishib ketgan kiyimlarni dazmollab kiydigan madaniy bir xalq ekanligini ko'rsatadi. Türk tillar divanida ütüg deb berilgan bir so'z chiqadi. Mahmud Qashqari ütüg so'zini mundaq izohlagan. Ütüg dazmol, amdovi shaklda bo'ladigan bir parcha ko'mir. Kiyimning chaklarini tuzlash uchun uni qisitib bosadi. Türk tillar divanining fe'llar qismida berilgan ütüdi, ya'ni dazmol soldi, dazmolladi degan ma'nodagi so'zimi diqqat qilishimizga arziydi. Onundan başqa sözlük qismida suvluq sözünü lünga, iliglik sözünü pəlay deb izohlaydi. Bugungi zamondagi suv degan so'zning 1000 yil burungi shakli suv bo'lib, luq qo'shimchasining qo'shilisi bilan yasalgan. Suvluq yuz, qo'l va badandagi suvlarni suritish uchun qo'llaniladigan lünga ekanligi bilindi. Buningdan boshqa divandagi yipak qo'l yog'liq ma'nosidagi ulatü so'zim bor. Mahmud Qashqari bu so'zni mundaq izohlagan. Ulatü yipak qo'l yog'liq. Erlarning lozim bo'lganda burnini surtish uchun yanchiqul silib yuradigan yipak qo'l yog'liq. Bu ma'lumotlar bizga shundoq demakchiki, buningdan 1000 yil burunmi kiyim-kechakka, tozliqqa xalqimizning naqadar ahamiyat beradiganligini bildirdi. Mahmud Qashqari o'z qavmdagilarning dazmol silingan kiyimlarni kiyib, yipak qo'l yog'liq ishlatadiganligini ifodalash bilan bir vaqtida o'z madaniyatining ko'limini namoyon qilish jihatida zo'r tuhfalarni qo'shgan.